Assalomu alaykum muxlislarim. Mana bugun biz sizlar bilan bog'cha bolalari, maktabning boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun soat mavzusini mustahkamlaymiz. Buning uchun biz yangi tahrirdagi kitoblardan foydalanmoqdamiz. Men 3 ta qiz nevaram uchun 3 ta kitob sotib oldim. Qani Soliha, seni kitobing kimlar haqida ekan? Pandalar oilasi Haqida ekan. haqida. Xo'p, qani Yasmina, seni kitobing kim haqida? Nimalar haqida? Kuchukvoy. Kuchukvoy haqida ekan, juda yaxshi. Imonani kitobi kim haqida ekan? Malika Haqida ekan. Demak, Imona Malikani ko'proq yaxshi ko'radi. Bu qizlarim ham Malikani yaxshi ko'radi. Biz bu kitoblarni almashlab ham birga tutamiz, ha? Juda yaxshi. Qani Solihani kitobidan boshlaylikchi. Ertalab soat 8da Panda Masha bolalar bog'chasiga keladi. Yaxshi. Soat 8da deyilyapti. Sen soating necha bo'lib ko'rsatyapti? 9. Qani to'g'rilab qo'ychi. Yasminani kitobini ko'ramiz endi biz. Soat ertalabki 8da oila a'zolari mehmonxonada yig'ildilar, deyapti. Qani dadasi nima qilyapti? Juda yaxshi. Onasi-chi? Kofe tayyorlayapti. Kofe o'zbekchasiga nima edi? Qahva. Yaxshi. Ana endi singlisi nima qilyapti? Gullarga suv quyapti. Yaxshi. Olapar nima qilyapti ekan? O'ynayapti. Juda to'g'ri. Ana endi Yasmina soatni xuddi mana shunga o'xshataylik. Bu soat 7 ekan. Biz mana bunga keltiramiz. Chunki bu yerda soat 8 degan-ku. Mana Soliha opangga o'xshatasan. Xo'p, Soliha opa, juda yaxshi. Soliha opa, keyingi betni ochamiz. Soat to'g'ri belgilabdi. Yaxshi. Keyingisini o'qiymiz, ha? Soat 12dan. Sen kitobni ko'targin, ko'rinsin. Soat 12dan tarbiyachi bolalarni sayrga olib chiqdi. Yaxshi. Soat nechida ekan? 12. Hozirgi soating shu to'g'ri keladimi? Yo'q, ha? Yo'q. To'g'rilab bo'lmasa. Qani senikini ko'raylikchi, keyin nima bo'libdi? Ular qayerga borishibdi? Bog'chaga deydi. Bog'chaga borib. Bog'chaga mana soat 9 soat. Kim olib boribdi bog'chaga? Dadasi olib boribdi. Mana endi onasiga nima tabriknoma chizyapti ekan olapara. Sen ham shunday qilasanmi? Ana endi soatni mana bunga o'xshatchi qizim. 9 qil. Buni mana bunday o'xshat o'sha. Xo'p, qizim qani seniki? Mana Yasmina, Soliha to'g'ri belgilabdi. Demak, o'sha 12dan nima qilishdi? 12dan sayrga tarbiyachisi hovliga olib chiqdi aylanish uchun. Juda to'g'ri. Keyingi betni ochamiz, tezroq bo'lamiz. Hali Imona kitobini ham o'qib berishing kerak, Soliha qizim. Ko'tar kitobingni, hamma ko'rsin. Yaxshi, o'qiymiz qizim. Kechik soat 5da Mashani dadasi uni bog'chadan olib keldi. Juda to'g'ri. Nima bo'pti? 5dan dadasi bog'chadan Mashani olib kelibdi. Yaxshi. Soat 5ga to'g'rilang soatingizni. Yasmina esa soat nechida boribdi ular? Qayerga boribdi? Muzeyga boribdi. Muzeyga soat nechida boribdi? 12da. Xuddi shuni keltiramiz. Xo'p, Soliha keltirdi. Soliha juda ham yaxshi, baribir birinchi sinfda o'qiydi. Folgina. Yaxshi qizim. Endi bu betga o'tamiz. O'qi qizim. Ko'tarib o'qi. Kechki soat 7da Masha va uning dadasi uyga kelishadi. Buklama qizim. Mana bu 11 bo'ldi keyin. Xo'p, nechida ekan qizim? 7da. 7 qiling soatni. Bunisini ham 12ga to'g'rilaymiz. Ustma-ustun turadi ikkalasi. Ana Solihaniki juda to'g'ri. Keyingi betni o'qi Soliha qizim. Mana bu Juda yaxshi. Yotishdan oldin Masha o'zi yoqtirgan kitoblaridagi yorqin
rasmlarni tomosha qilishni yaxshi ko'radi. yaxshi ko'radi. Davom o'qishga harakat qilamiz. Yanada ko'proq esa u ota-onasining kechasi o'qib beradigan ertaklarini sevadi. Demak, mana ota-onasi o'qib beradigan ertaklarni sevar ekan. Keyin kechki soat 9da nima qilar ekan? 9da uxlaydigan. Soatingiz nechi? 7 bu yerda. Demak, uni 9ga aylantiramiz. Marhamat. Yasmina, bu yerda ular nima qilishdi? Bog'chadan keyin qildim. Sayr qilishdi, dam olishdi. Xo'p, kuchukvoy nimada sayr qilyapti? Demak, do'sti bilan o'ynayapti ekan, qizim. Yaxshi. Ana endi soat 5da shu bog'chadan qaytibdi. Olaparni onasi olib kelibdi. Ana endi davom etamiz, qizim. Endi uyda nima bo'lyapti? Soatga qaraymiz va to'g'rilaymiz, xo'p? Xo'p, Imonaning kitobini o'qiyapti Soliha, o'qiymiz. Kichik Malika Roziyaxonning saroyiga xush kelibsiz. Bugun u ertalab soat 8da uyg'on o'xshamayapti. Soliha, Yasmina, uyg'onibdi. Demak, soat 8da uyg'onibdi. Keyin barcha do'stlariga taklifnomalar berish kerak debdi. Demak, Malika bugun qandaydir tadbir bor ekan. Soat 8da siz ko'rsatgan edingiz. Endi keyingisiga o'taylik. U 11da kim bilan uchrashibdi? Kim? Uy hayvoni poni bilan uchrashibdi. O'sha 11da. Qani 11da ko'rsatingchi soatda. Shunday tursin, qizim. Hozir senga savol beraman. Buni to'g'irlamading hali, qizim. Mana bunga to'g'irla. Xuddi shunga o'xshatgan, xo'p? Xo'p, eshitamiz. Malika 11da. Malika 11dan Malika ponini oldiga soat nechida keldi? Soatingizni 10 daqiqada katta soat millari harakatini ko'rsatib bering. 10 daqiqada 11dalika uy hayvoni poni Maya oldiga shoshildi. Odatdagidek Roziyaxon Mayaning sevimli taomi sabzini o'zi bilan oldi. 10 daqiqadan keyin o'zi bilan 10 daqiqadan so'ng Foytun keladi va uni parkka sayr qilishga ketadilar. Demak, 10 daqiqadan keyin 10 daqiqa degani mana 12, mana 12da turgan bo'lsa, daqiqa, minut. Mana har birini orasi 5 minut. Mana 5 minut, yana 5 minut, 10 daqiqa bo'ladi. Nechiga kelar ekan, qizim? 10 daqiqa. 10 daqiqa bo'lsa, 5 ga 5 ni qo'shing. 5 10. 10 demak mana bu yerga kelar ekan. O'sha kattasini keltirasiz. Ana. Demak, 11dan 10 daqiqa o'tdi. 10 daqiqa o'tdi. Ya'ni 11dan kattalar ko'proq aytadi, 10 minut o'tdi deydi shu holatda. Yaxshi. Ana endi keyingisiga o'tamiz. Mana peshin nechida? Peshin 12da. 12 qiling qani. Xo'p, Yasmina, o'tir joyingga. Yasmina. Nima bo'ldi? Qani? Nechida uxladi? Qani? Nechida uxladi? Soat 9da uxladi. To'g'ri topibsan. Qani uxlayotgan? Qani kuchukchani uxlayotgan mana. Unga onasi nima qildi? Kitoblar o'qib berdi. Sizda ham onangiz kitob o'qib beradimi? Ana singlisi ikkalasi uxlashga soat 9da nima qildi? Divanchalariga yotdi. Jimgina o'tiramiz endi. Xo'p, yaxshi. Endi Soliha opani eshitamiz. Soliha opasi davom etadi. Malika yarim soat bu 30 daqiqa. 30 daqiqa ekan. Xo'p. Malika
Soat necha Malika parkda soat nechada sayr qilmoqda? Nechada sayr qilmoqda? 12'da. Endi yarim soat sayr qilar ekan. Yarim soatni ko'rsatingchi. Yarim soat. Ana, mana shu yarim soat bo'ladi ekan. Soat endi 12:30 bo'ldi. Mana bu kattasini yarimga keltiring. Mana 1 bilan 2 o'rtasiga. Tushunarlimi? Mana shu necha ekan soat? 12 yarim. 12 soat 30 daqiqa. Tushundikmi? Yaxshi. Ana endi keyingisiga o'tamiz. Mana endi Malikani bazmga tayyorlayapti. Soat nechida? 5'da. Ha, 5 ga qo'ying, qani tezroq. Mana 5. Ana endi 1 soatdan keyin sartarosh kelar ekan. Ham sochlarini to'g'rilashga 1 soat. 1 soat o'tkazing. Bu yoqdan 1 soat o'tkazmaysiz. Bu mana shunday 5 ta turadi. 1 soatdan keyin bo'lsa, bu yoq 1 soat yuradi. Ha. Nechida kelar ekan? 1 soat. 1 soat keyin 6 da. To'g'rimi? Tushunarli? Ana endi bazm boshlandi. 1 sutkamiz 24 soat. Buni hali yana o'rganasiz. Keyin bazm tugaguncha kechqurun soat necha bo'ldi? 10 bo'libdi. 10 ni ko'rsating. Juda kech bo'lib ketibdi. Siz xuddi mana bu Yasminani soatidek nechida uxlashingiz kerak edi? 9'da. 9da uxlashingiz kerak edi. Mana bu soatda uxlashingiz kerak edi. Malika 1 soatga bolalar uyqusidan kech qoldi. Shundaymi? Bolalar, sizga kitob yoqdimi? Ha, sizga o'xshagan barcha bolalar mana shu kitoblarni olib, to'g'ri o'yin tashkil qilsa, Solihaga o'xshab yaxshilab o'qisa, albatta soatni osongina o'rganib oladi. Bizni kuzatayotganlar, e'tiboringiz uchun rahmat. Qizlarimizga ham kattakon rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.